Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun shaxsiyatchilik va o'zni markaz qilish degan temada qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Men oldingi leksiyada o'zni markaz qilish, xarakter binormalligi to'g'risida qisqacha bir leksiya so'zlab o'tgan. Men u leksiyada asosliqi mushu o'zni markaz qilish xarakter binormalligi ustida to'xtalgan edim. Bu qitimqi leksiyada men asosliqi shaxsiyatchilik ustida to'xtalaman va shaxsiyatchilik bilan o'zni markaz qilish orasidagi farqni silishtirish orqali qarindoshlarga bu shaxsiyatchilik va o'zni markaz qilishni qandoq farqlantirish to'g'risida qisqacha bir tushuncha berib o'tmoqchi. Tövəndə diqqətinizlər leksiyanın təfsilatı bolsun. Şəxsiyyətçilik və başqalarının maqtışığa erişiş gerçi həmmə insanın təbiətində bar bolğan bir xil xahiş bolsunmu, amma çekidən aşqan şəxsiyyətçilik binormallıq hesablanıdığan bolub, u insanın binormal xarakteri bilan münasibətlik. Mən tövəndə sözləməkçi bolğan şəxsiyyətçilik başqalarını qanchalik ziyonga uchirtishdan qat'iy nazar faqatla o'zining manfaati va o'zining xushalligini o'ylashni, uning haddidan ziyoda ko'ngil bo'lishni ko'zda tutadi. Undaqda u xil shaxsiyatchilikniki yoki shaxsiyatchilarniki qandoq aloyidligi bor degan vaqtda men ularning aloyidligini tuvandagi taraflarga yig'inchoqlab chiqdim. Birinchi, boshqalarni qo'llanishga usta va boshqalarni kontrol qilishni yaxshi ko'rdi. Ikkinchi, davomli boshqalarga qarshi suiqasd va plan tuzidi. Uchinchi, hech kimga ko'ngil bo'lmaydi. Hech kimni o'ylamaydi. To'rtinchi, takabbur va o'zini markaz qiladigan bo'ladi. Beshinchi, hech nimani boshqalar bilan hambarlanmaydi yoki hambarlashishni yaxshi ko'rmaydi. Oltinchi, o'zining nishonini har zaman boshqa kishilardan ustun o'ringa qo'ydi. Yettinchi, o'zining ojizligi va kamchilligini hargiz boshqalarga ko'rsatmaydi. Sakkizinchisi, hargiz tanqid qabul qilmaydi. Başqalarını o'nglamaydi. 9. O'zini hamma narsaga loyiq yoki hamma narsada o'zining haqqi bor deb qaraydi. 10. O'zini maqtaydi va muvaffaqiyatlarini mubolag'a qiladi. 11. Boshqalarning orqasidan yomon gapini qilishga omroq va boshqalarni haqorat qiladi. 12. Ətrafidagilar bilan samimiy munosabat qurmaydi. 13. Her zaman o'zini o'ylaydi va o'zining ishlarini so'zlaydi. 14. O'zining mag'lubiyati va xatoliqining sababini boshqalardan ko'rdi. 15. O'zidan ojizlarni yaratmaydi yoki ularni qo'llanish uchunla ular bilan do'st bo'ladi. 16. O'zidan kuchli kishilarga hem çoqunudu hem hasad qiladi. 17. Yezdaşlıq tuyg'usi kam bo'ladi. 18. Boshqalardan o'ch ilish tuyg'usi kuchli bo'ladi. Mana bular shaxsiyatchi kishilarda bo'ladigan aloyidlik bo'lib, har odamda, ya'ni har shaxsiyatchi bo'lgan odamda bu aloyidliklarning hammasining bo'lishi notayin. Ba'zilarda bu alomatlarning bir nechasi bo'lsa, yana ba'zilarda başqa bir nechasi asosli qilib ifodalanishi mumkin. Umuman qilib aytganda, bu shaxsiyatchi kishilarda bo'ladigan universal aloyidliklar. Undaqda bu insonlarning shaxsiyatchi bo'lishining sabablari nima yoki nima sababdan insonlar shaxsiyatchi bo'lishi mumkin degan vaqtida birinchisi irsiy omil, ya'ni tug'ma omil. Bu jihatda bak ko'p tadqiqot yo'q.
Lekin shundaqdimi, ba'zi mutaxassislar insonlarninki shaxsiyatchi bo'lishiningki sababining irsiy yoki tug'ma omildimi bo'ladiganligini o'tirib qo'yishmoqda. Ikkinchisi, yesizdoshlik tuyg'usininki kam bo'lishi. Uchinchisi, bexatarlik tuyg'usining kam bo'lishi. To'rtinchisi, bolalik davridagi ota-onaning xato tarbiyasi. Prinsipsizligi. Bo'libmi ota-onaning bolasiga bu dunyoning qanchalik rehmsiz va adolatsiz ekanligini ko'p ta'kidlashi. Beshinchisi, ota-ona va atrofidagi kishilarning shaxsiyatchilik qilmishlari. Bolasiga ko'ngil bo'lmasligi, bolani qartib qo'yib, hamma narsadan avval o'zi bahramon bo'lishi. Oltinchisi, bolalik davridagi yo'qsizlik, rehmsizlik va adolatsizlik ko'chirmishlar. Mana bular bu insonlarningki shaxsiyatchi bo'lishida belgilik rol o'ynaydigan omillar. Shaxsiyatchilar bilan o'zini markaz qiladiganlar orasida qanday farq bor degan vaqtida men oldingi leksiyada shaxsiyatchilar bilan o'zini markaz qiladiganlar orasidagi farq ustida ozroq to'xtalib o'tgan edim. Bu qitimqi bu leksiyada men shaxsiyatchilar bilan o'zini markaz qiladiganlar orasidagi farq to'g'risida tafsili to'xtalib o'tmoqchi. Oldi bilan shaxsiyatchilar o'zidan boshqa hech kimni o'ylamaydi. Foyda chiqmaydigan yerda hech kim yaqinlashmaydi. Hech kimga kuyinmaydi. Hamma ishdan ma'nula deydi. Hamma narsani o'zining qilib olish istiki kuchli bo'ladi. Natija bo'lgan vaqtida uni o'zining qilib olishga oldiraydi. Ammo o'zini markaz qiladiganlar boshqalarga kuyinishi, boshqalar uchun boshqa turishi, boshqalarga yordam qilishi mumkin. Ular o'zini nihoyatda muhim o'ringa qo'yib, boshqalarning taqdirini o'ziga bog'lashi mumkin. Ular o'zining boshqalarning taqdirida o'zgarish paydo qila oladiganligiga ishonishi mumkin. Ikkinchi, shaxsiyatchilar o'zidan kuchli yoki o'zidan yuqorilarga havas va hasad qilishi mumkin. Ular bilan munosabat qilishni yaxshi ko'rishi mumkin. Ammo u samimiy bir munosabat bo'lmasdan, balki foydani ko'zlagan munosabat. Foydasi kelmaydiganligini bilgan amon ulardan yiroqlashishi va ularning yomon gapini qilishi mumkin. O'zini markaz qiladiganlar bo'lsa, o'zining kuchliklar, hatto o'zi bilan barobar bo'lganlar bilan do'stlik va hamkorlik munosabat o'rnatishni uncha xolamasligi mumkin. Ular bilan birga ishlay olmasligi mumkin. Bo'libmi o'zining kuchliklardan qizg'inishi mumkin. Ularning kaynidan obrazni xunuklashtiradigan gaplarni qilishi mumkin. Uchinchi, shaxsiyatchilar normalda o'zining to'van, ojiz kishilar bilan aralashmaydi. Ularni ko'z qilmaydi. Boshqalarni yoki o'ziga hurmat qiladiganlarni faqat foydalanish uchun qo'llanishi mumkin. Biror manfaatni ko'zlamay turib, hech kimga yordam qilmaydi. O'zini markaz qiladiganlar bo'lsa, o'zidan to'van, ojiz va yoki o'zini cho'ng biladiganlar, o'ziga hurmat qiladiganlar bilan aralashadi. Ularga yordam qiladi. Ularga ko'yinishi mumkin. Ammo ularning ko'z qarashi va fikrlariga uncha e'tibor berib ketmaydi. Ularga alohida hurmat qilmaydi. To'rtinchi, shaxsiyatchilar davomli qandoq qilib texmi ko'p manfaat olish uchun bosh qotirdi. Plan tuzdi. Foyda chiqmaydigan ish uchun hatto gunohini bermaydi. Boshqalarga suiqasd qilish ko'ydi bo'lishi, hatto suiqasd qilishi mumkin. O'zini markaz qiladiganlar bo'lsa, davomli qandoq qilib boshqalarning diqqatini tortish uchun bosh qotirdi. Shuning uchun plan tuzdi. Oson hayajonlanadi. Boshqalarning hurmatiga erishish uchun tirishidi va uning uchun badal to'lashni xohlaydi. 5. Shaxsiyatchilar o'zidan kuchliklarga hasad qiladi. Ulardan qizg'inadi
ulardan foyda ilish uchun ularga yiqilishidi. Ular mag'lub bo'lgan vaqtida xush bo'ladi. Ham ularning texmi vayron bo'lishini umid qiladi. O'ziga foyda kelmaydiganligini bilgandan keyin ulardan yiroq turadi. O'zini markaz qildiganlar bo'lsa, o'zidan kuchliklarni yaxshi ko'rmaydi. Ular mag'lub bo'lgan vaqtida xush bo'ladi. Ammo ularga yordam qilishni xohlaydi. O'zining muhimligini ko'rsatishga va o'zini isbotlab ularning diqqatini tortishga tirishadi. Ma'naviy jihatdagi foyda va hurmatga texmi ahamiyat berdi va uningga texmi ehtiyojli bo'ladi. 6. Shaxsiyatchilar ko'zlagan maqsadga yetolmaganda g'azablanadi. Hamma odamga nafratlanadi. Dunyoga yomon ko'zi bilan qaraydi. Hatto kuchi yetgan har qanday odamdan o'ch ilishga urinishi mumkin. O'zini markaz qildiganlar bo'lsa, ko'zlagan maqsadiga yetolmagan vaqtida oson ranjiydi, xafa bo'ladi. Savallikni boshqalardan izlaydi. Hatto qarshi tarafning yomon gapini qilishi ulardan o'ch ilishi mumkin. 7. Shaxsiyatchilar alohida aqlliq bo'lishi yoki uncha aqlliq bo'lmasligi mumkin. Ular mayli dud yoki aqlliq bo'lsin, ular boshqalarga foyda ilib kelmaydi. Ammo ular qancha aqlliq bo'lsa, ularning zihni, ya'ni boshqalarga ilib kelgan zihni shuncha ig'ir bo'lishi mumkin. O'zini markaz qildiganlar bo'lsa, alohida aqlliq bo'lishi yoki uncha aqlliq bo'lmasligi mumkin. Ammo ularning boshqalarga ilib kelgan foyda zihni ularning aql farosati bilan ko'p munosabati bo'lmaydi. Undaqda shaxsiyatchi insonlarga qanday pozitsiyada bo'lish kerak? Ya'ni ular bilan munosabat qilgan vaqtida biz nimalarga diqqat qilishimiz kerak degan vaqtida, birinchisi oldi bilan ularning o'zidan boshqalarni faqat o'ylamaydiganligini tonib yetish kerak. Ikkinchi, ular tarafidan kontrol qilinish va qo'llanishdan saqlanish kerak. Uchinchi, o'z manfaatini qanday qo'g'dashni bilish kerak. To'rtinchi, ularni bak jiddiy olmaslik, ularga bak ko'p e'tibor bermaslik, ularga bak havas qilmaslik, ularni bak maqtamaslik kerak. 5. Ularning nimaga qiziqadiganligini bak so'rab ketmaslik kerak. 6. Ularga bak ko'p vaqt sarf qilmaslik, ularning talabini qondirib kerak. 7. Ularni o'zgarib qolarmikin deb bak umidlanib ketmaslik kerak. 8. Zarur bo'lsa, ular bilan aloqalashmaslik, samimiy kishilarga ko'proq vaqt sarf qilish kerak. Mana bular bizning shaxsiyatchi insonlar bilan munosabat qilgan vaqtida diqqat qiladigan taraflar va yoki bizning shaxsiyatchi insonlarga tutgan pozitsiyamiz. Men bugungi bu shaxsiyatchilik va o'zini markaz qilish to'g'risidagi qisqa leksiyani mishad oxirlashtirmoqchi. Meningki bu leksiyani va oldingi qitimqi leksiyani so'zlashimdan asosli maqsad bizningki o'sha shaxsiyatchi va o'zini markaz qiladigan insonlarni farq etishimiz va ularga muomala qilishda nimalarga diqqat qilishimizni bilishimiz uchun bu jihatda men ozroq izlanib bu uchurlarni sizlar bilan o'rtoqlashdim. Bu yerda muhim bo'lgan masala bizningki shu o'zini markaz qiladigan xarakter binomonligi bo'lgan insonlarga qandoq muomala qilishimiz, chunki bizning muomalamiz ularningki binormal xarakterni texmi ig'irlashtirib o'tishga sabab bo'lishi mumkin. Chunki biz ularningki shu ehtiyojini qondiravergansa, ularningki bu boshqalarning diqqatini qo'zg'ashga yoki o'zini markaz qilishga bo'lgan ehtiyoji shuncha ish bordi. Biz farq etgan vaqtida balkim biroz kechikkan bo'lamiz. Shunlashqa biz bu xil binormallikni qancha
burun farq etsak, ular bilan munosabat qilganda shuncha yaxshi diqqat qilishimiz mumkin. Bu mening bu leksiyalarni so'zlashdagi asosliq maqsadim. Hammanglarning diqqat berganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Xudoga omonat.